qozonxonasiga 5,5 ming ketgan 480 kvadratli uchastkada turibmiz. Qizig'ini boshida aytib qo'ydim. Hozir videoni ko'ring, hozir o'tkazib oling. Sodda qilib tushuntiramiz. Bu kotelnikda biz ortiqcha isrofgarchiliklarsiz kerakli yaxshi narsalarni qo'yib montaj qilganmiz. Hisob-kitobga tayangan holda bizda bu obyektimizga ikkita 25 talik atmosferniy kotel, umumiy hamma radiatorlarimiz uchun bir dona nasos, Ahmed berib qo'yasizlar, bu yerda 25 ga 6 nasos qo'yganmiz. Umumiy hamma etajimizning to'pli pol uchun bir dona 25 ga 7 nasos qo'yganmiz. Issiq suv ta'minoti uchun bir dona 300 talik ko'svinli bo'ylardan foydalanganmiz. Bu videoni yaxshi niyat qilib 400 kvadratdan oshiqroq uchastka qurib, endi kotelningizga nech pul ketar ekan deb o'ylanib o'tirgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Rahmat.